Shoshilinch xabar. Jizzaxda dahshatli fojia ro'y berdi. Avvalroq Jizzax viloyatida Cobalt haydovchisi yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan 13 va 4 yoshli opa-singillarni urib ketgani haqida xabar berilganda, mazkur yo'l transport hodisasini sodir etib, opa-singillarning o'limiga sabab bo'lgan haydovchi qamaldi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa 2024-yilning 18-noyabr kuni soat 19:30 lar atrofida Jizzax viloyati Baxmal tumanida sodir bo'lgan. Spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan 91-yilda tug'ilgan A.O. Cobalt rusumli mashinasida O'smat yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketayotgan paytida yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan voyaga yetmagan piyodalar 2011-yilda tug'ilgan I.M. va uning singlisi 2020-yilda tug'ilgan I.K.larni urib ketib, hodisa joyidan yashiringan. Yo'l transport hodisasi oqibatida opa-singillar og'ir tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etishgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida mast holatda avtomashina boshqarib 3 kishini urib ketib, ulardan birining o'limiga sababchi bo'lgan haydovchi 2 yilga qamalgandi.